O'zbekistonning Birlashgan Arab Amirligidagi elchixonasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Ishchi tashrif bilan Abu Dabida bo'lib turgan Namangan viloyati delegatsiyasi O'zbekistonning Birlashgan Arab Amirligidagi favqulodda va muxtor elchisi Abdulaziz Akulov qabul qildi. Janob elchi Namanganning rivojlanib borayotgani, turizm sanoati Arab amirliklari uchun hamkorlik rishtalarini bog'lashda muhim omil ekanini ta'kidlab, ta'lim, fan, savdo sanoat hamda tibbiyot va turizm bo'yicha aloqalar har ikki tomon uchun manfaatli ekanini aytib o'tdi. Anvar Ikrom samimiy qabul uchun minnatdorchilik bildirib, 2026-yilda Abu Dabida o'tadigan turizm yarmarkasida Namangan mezbonlikka tayyorligini ma'lum qildi. Elchixona ko'magida amirlik muzeylari bilan aloqa bog'langani, o'zaro tajriba almashishda ahamiyatga egaligini ta'kidladi. Dubayda tashkil etilayotgan O'zbekiston markazida Namangan savdo uyini joylashtirish masalasi muhokama qilindi. Uchrashuvda Namanganning arab davlatlaridagi turizm elchisi Said Qosim Qaruniy ishtirok etdi. Axsikent arxeologiya parki kitobi taqdimoti o'tkazildi.